Issiqxona eshigi ochilishi bilan iliq havo va yangi hosilning hidi seziladi. Qator-qator bo'lib o'sayotgan bulg'or qalampirlari puxta parvarish natijasida hosilga kirgan. Bu yerda ish bir zumga ham to'xtamaydi. Har to'y mehnat bilan boshlanadi. Jahongir aka, mana ko'rib turibmiz, issiqxonangizda turli xildagi bulg'or qalampirlar, ya'ni xalq tilida shu svetofor, bolgarskiylar deb ataladi, yetishtirilgan juda ham chiroyli tarzda. Aynan bu yo'nalishga kirib kelishingizga dastlab nima turtki bo'lgan? Samarqand bordim, Juran parniga borishdim. O'sha bilan qo'shilib ishladim. Keyin xotinimni ham chaqirdim. Xotinim bilan ko'chatni o'rgandi. Ko'chat sohasini. Men Juran bilan shu bolgarskiy ishchi bo'lib ishladim unga. 1 yil, 2 yil, 3 yil qilib. Keyin yaxshi o'rgangandan keyin men aytdim, endi o'zimiz joyga boraylik, issiq Surxondaryo. Bu yoqqa keldim. Juran bo'lishi bilan gaplashdim, aytdim, shunday imkoniyatlar bor, Juran. Sen puling bor. Bo'ldi dedi. $2,5 ko'chat olib, uyga ko'chat qildik o'zimiz. Ko'chat qilib 50 kunga ko'chalar katta bo'ldi. O'sha 2 oydan bo'ldi. O 50 kun ichiga bu yoqqa 30 ta 40 ta ayollar bu yoqda tozalab, bu yoqqa tashlandi qo'lga edi. Shu musorxona desang. Keyin hammasini chiroyli qilib, nima qilib ko'chalarni olib keldik. Shu 50 kun yoq turgan bo'lsa, 200 kunlar bu yoqqa 250 kunlarga o'sha aldi pishib boshladi. Yangi aldi misol 7-8 tonna sotdik. 60 ming, 70 ming o'zimiz bozorga, endi bizdan arzonroq bo'ladi ular, 15 ming. Tadbirkor va ishchilar bulg'or qalampirining har bir holiga alohida e'tibor beradi. Sug'orish, oziqlantirish, nazorat barchasi o'z vaqtida amalga oshiriladi. Issiqxonaga doimiy 15 kishi ishlaydi. Bundan tashqari mavsumiy 15-20 kishi keladi. Bir oyga 15 kun, 20 kun. Endi ishga qarab chaqirib, ularga har kechqurun o'sha pulni beramiz, obedini beramiz, ertalab choyini beramiz, olib kelamiz. Bugun issiqxonada yetishtirilayotgan bulg'or qalampirlari bozorga yetkazilmoqda. Bu nafaqat tadbirkor uchun daromad, balki aholi uchun sifatli mahsulot demakdir. 50 stuk parni. Shaqa 17 mingta ko'chat ketgan. Dastlab shu ko'chat qilishga $2,5 ko'chat pul ketdi dollarga. Buyog'iga hisob-kitob so'm bilan 150 million so'm mana shu kungacha. Endiliga hosil yig'ish jarayonida 8 tonna sotdik yangilan oldan. Yaxshi. Hozir xudo xolasa yana bir 15 tonnalar bor. O'rtacha taxminiy kilogramm narxlari qanaqa? Bizdan olib ketadigan 35 ming, 30 ming, 45 minggacha olyaptilar. Endilikdan ushbu yig'adigan hosilimizdan 1 milliard daromad ko'zlayapmiz. Inson mehnat qilsa, albatta natija topar ekan. Bu yerda yana bir haqiqat yaqqol ko'rinadiki, kim chin mehnat qilsa, albatta samarasini ko'radi, chunki mehnat qilgan odam rohat topadi.